qovoqlarim bilan mana shunaqa og'riydi. Boshimni qisib bog'lab keladi. Hamma narsa qilib ko'rdim men, to'g'risi eskichilikka ham ko'rsatdim. Necha yildan beri sizda bosh og'rig'i? Xo'sh, 23-25 yoshlardan beri boshlangan bo'lsa, u vaqtlar uncha ko'p qo'zg'amasdim. Boshingizda lo'qillovchi og'riq bir tomondami, ikkala tomonda? Ko'proq bir tarafda. Bir tarafda. Ko'zga qarab beradi. Ko'zimga bergan, ko'zimdan glazdan tekshirsam, qarang, men o'zi yana bitta nimaga borganimda, bitta maktabda koreys nervpatologga bordim, ko'rganimda sinir kasalligini asosiysi 3 ta nima. Ochlik, uyqusizlik va asab deydi-da. Shuni joyiga qo'yib olsang, joyiga tushib ketadi. Qarang, sizda og'riq boshlanadi, necha soatgacha davom etadi? Og'riq boshlangandan keyin juda 1 sutkalar qo'yib yubormaydi. 1 sutka qo'yib yubormaydi. 1 sutka 3 sutkagacha cho'zilishi mumkin. Tushunarli. Davleniya chiqmaydi. Chiqadi. Davleniya chiqadi. Eng yuqori chiqqanda 200 gacha chiqqanda 16 ga xo'jayin skori bilan olib borib, nima qilib 1 sutka yotib, bu yerda tushirib keldik. Eng balandi 200 gacha chiqqan. Aslida 110 ga 70 ta deydi. Bir oyda necha marta bosh og'riq sizda? Qarang, qonim quyuq silishdan. Mayda qon topshirdim. Mayda qon topshirganda yozilib hech qanday leching yo'q, yaxshi yo'lim uchun. Sentabr bordi, yana qon topshirdim. Donorlikka topshirdim, yana bir 2 oy yurdim, mana shu noyabrda qon topshirgan bo'lsam, hali vaqt bor edi, lekin noyabr beri to'xtaganman. Bir kun og'riydi, bir kun yaxshiman, bir kun og'riydi. Bir hafta bo'lyapti, hijoma zulm qildirdim. Bir hafta bordim, shifar bilan o'zimda ichki vrachim bor. Endi sekretga chiqdi-da, uyda nima qiladi, yaxshi vrach. Men aytdim, hozir menga dedim, ko'raydigan vrach kerak dedim, sizni. Navoiyga